Ko'p o'zbeklar Rossiyada ishlayapti. Agar butunlay O'zbekistonga qaytib kelsa, ular ishsiz qoladimi? Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistondagilar ham ishsiz yuribdi-ku hozir. To'g'rimi? 100% ishsiz qoladi. Nima deydi, o'qib chiqqanlarni ishi yo'q, hozir ularga ish qayerdan topib berib bo'ladi? Menimcha bu yerda ish topiladi, lekin oila boqib bo'lmaydi bu yerda O'zbekistonning pulida. Agar normal 5-6 million bersa, agar o'zining ishi yaxshi bo'lsa, topsa bo'ladi. Menimcha hozir qo'lida diplomi borlarga ish yo'q. Endi migrantlar kelsa, qanaqa qilib ish topadi, topa oladimi yo'qmi, unisini bilmayman. Albatta ishsiz qoladi, chunki hozirgi kunda o'sha oliy ma'lumotlilarga ham ish yetarli emas O'zbekiston hududida. Chunki oliy ma'lumotlilar ko'payib boryapti, oliy ma'lumotli ishsizlar soni ko'payib boryapti kundan kunga mamlakatimizda. Endi bu nima bilan bog'liq deb o'ylaymiz desa, oliy ma'lumotlilar ko'payyapti, to'g'ri, bu bir tomonlama yaxshi-yu, lekin o'sha ish yo'qligi bu albatta dolzarb muammo. Ishsiz qolishmaydi. Hamma yoqda mehnat bir xil qilinsa, o'shanga yarasha rag'bati ham bo'ladi. Hozir o'zimizda ham imkoniyatlar yetarli. O'zini ona yurtini tepaga ko'tarsa, hamma ishmashda bo'ladi. Mana shu yerda topgan pul shu yerda ham topsa bo'ladi. O'zbek bo'lgandan keyin O'zbekistonda yashasin deyman. Hammasini oyligini zo'r qilib bersin. O'zimiz bilan birga yashasa, oilasida tinchlik totuvlik bo'ladi. Xotin bola chaqasi yonida bo'ladi, ota-onasi yonida bo'ladi. O'shalar ham u yoqqa nimaga boryapti ishga? Shularni baxtli qilish uchun, yaxshi kiyintirish uchun, yaxshi yedirish uchun boryapti. Bizda unga sharoit yo'q. Bizda faqat sabrga sharoit bor. Bo'ldi. Masalan, endi u yoqqa borgan bilan baribir Rossiyada qurilishda ishlaydi. O'zimizda ham ancha-muncha qurilishlar bo'ladi. Yetadi menimcha o'zimizda. 100% qaytib kelmasa ham mana 60-70% yetib qolsa kerak. Bilmadim, lekin bizda ham endi ishlasa bo'ladi. Bilmadim. Rossiyada endi qanaqa ishlab kelganga bog'liq bu narsa.